Hammaga assalom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan biz mana bu saytda videorolik olib boramiz. Do'stlar, bu sayt havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib olib ishlab borsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana saytga kiramiz. Kirgan paytimiz qarang, bu joyda mana boshlash degan tugma bor. Boshlash degan tugmani ustiga bir marta bosib, hozir biz saytdan ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tish mana ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosasiz va birinchi qatorga elektron pochta, email pochtangizni, ikkinchi, uchinchi qatorga bir xil parol, to'rtinchi, beshinchi qatorga bir xil xavfsizlik parolini yozib tizimga kirish degan ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tasiz. Do'stlar, mana saytdan ham ro'yxatdan o'tdik. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bizga mana bunday bo'lim ko'rsatiladi. Buni misol uchun bemalol ko'rib olib tanishib chiqasizlar. Do'stlar, qarang, ushbu saytga biz ya'ni bu saytda staking sayt deyiladi. Ya'ni pul kiritib olib, misol uchun kunlik foiz miqdorida ishlab boriladi. Misol uchun bu yerda hozir misol uchun ko'rsatilgan, qarang. Bu joyda mana bizning hisobimiz ko'rinadi. Bu joyda misol uchun hisob to'ldirib olsa ham bo'ladi. To'ldirish uchun do'stlar zaryadlash degan tugmani bosasiz. Bosgandan so'ng mana USDT20 adresi bor. Nusxalab olib, misol uchun pul tashab bo'lasiz. Pul tashlagandan so'ng zaryadlash tugallandi degan tugmani bosib tasdiqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, albatta pul kiritish xohishi avvalambor shuni ham aytib o'tishim kerak. Qarang, bu joyda staking sayt, ya'ni staking saytdan misol uchun mana hozir investitsiya qiling degan tugmani bosamiz. Bosgandan so'ng qarang, bu joyda ko'rsatilgan mana bu ya'ni 7 kunlik deyilgan 298 so'zga ko'paytirib beradi. Aytyaptiki minimal depozit $20 deb aytib o'tyaptiki. Keyingisini ko'ramiz. Bu yerda mana 501% 7 kunlik ekan, bu ham $30 ekan minimal. Va hokazo shuni tartibda ko'rib chiqadi. Do'stlar, agar pul kiritaman desangiz minimalni $20 da tavsiya beraman. Misol uchun men mana buniga keling hozir $20 kiritib qo'yaman. Bosamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ldi. Pulni ham kiritib bo'ldim. Bu endi misol uchun kunlik $1.22 dan olib keladi ekan. Joriy daromad shuni deyapti. Endi kunligini hisoblab olasiz. Investitsiya 15 kun bo'ladi ekan. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun bemalol ko'rib olsak bo'ladi do'stlar. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda qilasiz. Agar pul kiritmoqchi bo'lsangiz, minimalni sizlarga $20 kiriting. $20 dan ko'p miqdorda pul kiritish tavsiya bermayman. Do'stlar, endi hozirda misol uchun pul yechib olsak ham bo'ladi ekan. Pul yechishi mana $1.22 yechib olsak bo'ladi. Mana olib tashlash degan tugmani bosib. Hozir BEP20 da $1 ekan, TRC20 da esa menimcha TRC20 da ham $1 ekan. Tron'ni bosadigan bo'lsak, Tron minimalni 10 Tron ekan minimal yechish. BNB'ni ko'radigan bo'lsak 0.01. Bizda buncha balans mavjud emas. Keling, sizlarga hozir USDT BEP20 ga pulni yechib olamiz. Do'stlar, mana ma'lumotlar kiritib oldim. Tasdiqlang degan tugmani bosib pulni chiqarib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'zi pulni ham chiqarib bo'ldi. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda chiqarsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyin bu saytda yana bitta bo'lim bor. Qarang, mana shu nuqtani bosamiz. Bu yerda mana yo'naltirish degan bo'limga bosadigan bo'lsak, bu yerda mana biz referral havolamiz orqali do'stlarimiz taklif qilsak bo'ladi ekan. Endi hozir sizlarga pul tushganini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz chiqargan pulimiz biz hisobimizga ham kelib tushdi. Ko'ryapsiz, sayt 100% to'lovda. Hammaga omad.